Bizga soch to'kilishi bilan shikoyat qilib kelgan bemorlarda biz avvalambor trixoskopiya diagnostik usulini qo'llaymiz. Bu usul yordamida biz bosh terisi holatini, yog'lanish darajasini, quruqlik darajasini, boshda zamburug'li kasalliklar bor yoki yo'qligini, eng asosiysi soch to'kilish shaklini aniqlaymiz. Lekin shunday vaziyatlar bo'ladi, bitta trixoskopiya usulini o'zi kamlik qiladi bizga aniq diagnoz qo'yishimiz uchun. Bunday vaziyatlarda biz ikkinchi diagnostik usulimiz, ya'ni fototrixogramma usulini qo'llaymiz. Bunda biz boshning maxsus qismidan 1 sm² kattalikdagi sochlarni maxsus trimmer yordamida qirib olamiz va 2 sutkadan keyin ularning o'sish nisbatini aniqlaymiz. Ya'ni o'sayotgan va to'kilayotgan sochlarni nisbatini aniqlaymiz. Bu usul bizga erta boshlanayotgan androgen alopetsiyani yoki bo'lmasa androgen alopetsiya bilan surunkali kechayotgan diffuz alopetsiyani farqlashda yordam beradi. Hamda bu usul yordamida biz o'tkazilayotgan davolash choralari, davolash muolajalari qanchalik effektivniy bo'lganini aniqlashimiz mumkin. Agarda sizda ham soch to'kilishi kabi muammolar bo'lsa, Respublika dermatologiya va kosmetologiya markaziga murojaat qiling.